Depot is your friend. Depot takes you through the sky, all around the world. Henry comes along with him, then he also runs, solving problems, learning and having so much fun. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Afrika Kongo podshohi. Kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar yaxshi ko'radigan ekspeditsiyachi Vibo va uning do'stlariga qo'shilib, Afrika markazidagi Donadagi ekspeditsiya sayohatiga qadam tashlagaysizlar. Qara Vibo, biz hozir Kongo osmonida ekanmiz. Bu daryo butun Afrika bo'yicha eng shiddat bilan oqadigan daryo. Hasharotlar O'rta Afrikadagi o'rmonliklardan uchib o'tadi. O'rta Afrika shimpanze sandining uyi. Ular haqiqiy o'rmon podshohi. Ormanning ayol podshohi bormi? Henry, chunki men bo'lsam bo'ladi. Men azaldan oqlab boqmabdi ekanman. Baby, Kongo ayol podshohi. Butun Afrika bo'yicha eng qalb yurak, eng go'zal ayol podshoh. Hammani bir ayol podshoh bo'ladi emasmi? Anladingmi? Dumboq ovoziga o'xshaydi. Biz berib qarab boqaylik. Qaranglar, ularning kiyimlari nima degan ko'rkam. Meningcha ayol podshohning kiyishiga bek mos keladi ekan. To'g'ri, ular hammasi o'zi kiyim tikidi. Afrikaliklar ijodkorlikka boy xalq. Ularning turmushi bekla oddiy. Shahar aldirashligidan xoli. Yana shavqundan xoli. Ko'pchilik mening jin shashadan ularga akagan narsamni ko'rsa, cho'qim xushal bo'ladi. Jin Shasha Kongoning dengiz bo'yidagi bir cho'ng shahar bo'lib, ular fransuz tilida Qo'sug'in ichib ketdi. Biz ozroq meva yuzib yeylik. Parijdan qolsa dunyodagi fransuz tilida ishlatadigan eng cho'ng shahar. Tushundinglarmi? Ey, meni saqlab turinglar. Men nima uchun u metal narsani tutaman? Men faqat bir bechora oq ko'ngil mavlun tursam. Chunki u kichik o'rmon podshohi Kongo tushirgan buyruq. Lekin boshqalarning bosh kiyimi va qoltis ko'zoynagini o'g'irlash uchun bo'ynim uzilib ketgan tasliq qoldi. Menga qanoatlanarlik sabab ko'rsat. Nima ish qilsam bo'lmaysan? Nima degan ratlik tish bu? To'liq so'ralmalar qilmaning bu. Buni jip mashinaga bog'lasang, men ondan uni o'rmonga so'rab akiraman. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, uni o'yga tegishga bo'lmaydi. Men faqat odamlarga o'xshash tutqishni ishtarsamla, jip mashina o'yqidan uyg'onadi. O uyg'ondi. Tez qoch. U meni xatoligim emas. Biz quruq qo'l qaytib kuchli Kongoga taqabul turamagan chaqda mushundaqda. Yana cho'qim boshqa narsalar bilan uningga yaxshi bo'g'il bo'ladi. Bu pishibdi. Bu meva cho'qim bek tatliq. Seningcha undoq emasmi, Henry? Bo'ldi, sayohatchilar. Qo'linglarni ko'taringlar. Bu bulangchilik. Anladingmi? Qantoni ko'tar. Sen kim? Kechiringlar. O'zimni tunishtirishni unutib qoptiman. Men Mo'lin Mingbo. Men bu kaltak bilan sizlarni qo'rqitishim kerak. Bundaq bo'lganda sizlar qimmatli narsalarni chiqarsizlar. Ondan Mol dunyoringni chiqa, aslanchoq. Nimishqa? Chunki men dedim. Tishingning orliqida bir narsa turib qopti. Tishko'lg'ut ishlatmadingmi? Sen avval uchar atvin bu o'tkildan o'tishing kerak. Chunki hech kim mening eng yaqin do'stim Bibining narsasini bulashni o'ylamaysan. Sen uchar et, shundaqmi? uchar mavlun. Yana boshqa deyishayli. Bo'lib oldi. Sizlar bilan savdo qilganimdan intayin xursand men. Tez mening teyilish taxtamni qaytarib berish. Eski bulongchilar. Bibi! Henry tez! Beyde cho'ng avarchilik tepishdan burun tez yetishib olayli.
Oh, şimpanze aynakta rastlı bek sert görünüdü ekan. Kongoning podshohidek bundoq kelishgan emas. Keldinglarmi? To'rttani yumaloq put bilan yo'l mangdigan g'alati metal jepni tutdinglarmi? Bu tutdik. Lekin qochib ketdi. Lekin biz uning bir tupunni tutib oldik. Men oshi metal hayvonni miniman. Bundaq bo'lganda, o'rmonlikdagi barliq hayvonlar kuchli Kongoning ularning podshohi ekanligini biladi. Sizlar qaytib uni bu yerga ep kelinglar. Ondan keyingi vaqt tamog'inglarni olaysizlar. Keyingi tamoq. Mana keldi. O'rmonlikdagi barliq hayvonlarning pasibani. Odamning ko'nglini ilashtirib, bunda qilishni nadin o'rgandikini? Nima? Senmi yemsan? Himmatli Alili, siz bir narsani unutib qoldingizmi qanday? Bir tal meva yetmidi shundaqmi? Men emas, Alili, sizning vazirlaringiz. Men bugun sihirroq bo'lay. Sizlar anjuriyanglar. Qanday podshoh bu? Yemeklikning hammani o'zi yeb, xalqini osh qo'yadigan. Kim o? Kongo podshohiga haqorat qilayotgan. Qap yurak, eng go'zal ayol podshoh, baby. Sen? Kichkina bir ostonchaq o'zini ayol podshoh deydi-ku. Qalbidek nemisi bor. So'myat. Sen fuqarolarga yaxshi muomala qilishing, ular bilan hamnafas bo'lishing kerak edi. Yaxshi muomala? Hamnafas bo'lishing. Nima degan kulgilik? Ep ketma. Bebo! Qo'lsana qani, ozroqmi qarishlik qilish iqtidori yo'q bir o'yinchiqmi ishini bozor qilasan? Chidab tur, Bibi. Biz keldik. Ushar et. Ko'zim ichilib qoldi juma. Hech kim Kongo podshohini bir narsa deyamaydi. Menimcha, hozir uning kayfiyati bek nachar. Biz darhol uchib ketaylik. Qo'shilaman. Yana o'ylashaylik. Eng yaxshisi yuguraylik. Qap yurak, eng go'zal ayol podshoh. Bebo, ular keldi. Dikkat qilinglar. Chiqinglar, bu yerga o'shirni vaqtinglarni bilaman. U bu tarafga keldi, Vebo. U bizni tutib olay deb qoldi. Uni tutlasak tutolmaydi. Bibi, menga telish taxtangni berib turamsan. Sen teyilib boramsan? Men emas, Henry. Kile Kongo podshoh. Bu sening tegishli oqibating, zo'mikar. Men cho'qim bu ziyondashdan tushdim-a. Tezroq, odamlar bizni ko'rib qolmasin. Bu zot nima qilgan narsadir? Men uni tushiga tegib qo'yibdiman. Bu Kongo podshohining ovoziga o'xshamaydi-ku. Yaxshi. Nima ovoz? Anglamoqqa jep. Jep? Xudo! Henry, bizga hozir uzun bir arg'amchi lozim. Bo'ldi, Henry, tatayli. Ma'qul.
Yordamchi qo'shin chaqiraylik. Yordamchi qo'shin keldi. Sizlar bizga yordamlashib Kongo podshohini tortib chiqarib beramsizlar. O bek tez cho'kib ketyotdi. Biz nimashqa uni qutqizamiz? O azaldan bizga yaxshi muomala qilib boqmagan. Agar sizlar yordam qilmasanglar, sizlarmi Kongo podshohidek eski ham shaxsiyatchi bo'lib qolasizlar. Uningdek bo'lishni xohlamaydigansizlar. İşte degani to'g'ri. Pel, sen eng kuchli Kongoni tortib chiqara olamsan. Kechirim so'ramasangmi bo'lamdi? Rahmat sizlarga. Mening jinimni qutuldirib oldinglar. Yaxshi podshoh bo'lishga ma'qul bo'lg'in. Bo'lamdi. Men va'da beray. Yana o'zingdan kichiklarga, fuqarolarga yaxshi muomala qilgin. Ularga xatar yetib kelishining oldini olgin. Ularga meva-jeva va yemaklik bergin. Buningga ma'qul bo'ldi. Yana o'zingdan kichik hayvonlarni bo'lsa qilma. Men qo'shilaman. Ayol podshoh Bibi. Qalb yurak eng güzel ayol podshoh Bibi'dir ehtirom. Ko'pchilik shuni esida tutish kerakki, bir yaxshi rahbar o'zi uchun emas, boshqalarning manfaatini o'ylashi lozim. Keyingi qitimliq ekspeditsiyada ko'rishaylik.